Onun hadislerini muşu kitapninki şu Buxari yoki Muslim yoki şu maqsad qilgan şu kitapninki ilgisi, yani musannifininki yo'li, yani sanadidan boshqa o'ziga xos bo'lgan bir sanatlardan hadisini keltiradi. Masalan, ma'lum bir hadisni bir mustaxraj qiluvchi Buxoriyni maqsad qilib Buxoriyni ichib, Buxoriy hadisining ustozi masalan haddasana falan deb Buxoriy o'zininki ustozininki falan ekanligini, ma'lum bir shaxs ekanligini bayon qilgan bo'lsa, demak Buxoriyninki sanadi masalan u ma'lum bir ustoz, ma'lum bir shayx tarafdan bo'lgan bo'lsa, yana bir mustaxraj qiluvchi qanday qiladi degan chog'imizda mushu hadisni, şu Buxorining şu hadisini o Buxorining ustozidan kelgan u yo'ldan emas, boshqa o'ziga xos, ya'ni Buxorining yo'ldan emas, boshqa o'ziga xos bo'lgan yana bir sanad, yana bir yo'l orqali bu hadisni chava istixroj qilib, ya'ni qayta bayon qiladi. Buni biz mushunda usulni o'zimiz mustaxrajat, ya'ni mushu xil uslubda, mushu xil maqsadda degan kitoblarni mustaxrajat deb atalgan. Endi bu qaysi yergacha boshqa yo'ldan keltirdi. Masalan, Buxoriyning ustozi Abdullah degan bo'lsak, bu Abdullahdan boshqa masalan Umar degan bir shayxdan keltirdi masalan. Endi mushkil boshqalar nega davomli shu endi bular hammasi ayrim yo'l ikki bo'lib kelsa, bu bilak hadis oldu, bilak bir sanat olgan bo'ladi, hadis aziz olgan bo'ladi. Endi bu onda ayrim ikki sanat emas. Ya'ni sanatning yıldızlar sahabasi ayrim, bu ayrim emas. Bunun sahabasi, tabi'isi bir. Amma masalan, bu hadisninki Buxoriyning ustozi bilan bu kishining ustozi o'xshamaydi. Yoki Buxoriyning ustozi bilan bu kishining ustozi o'xshamaydi. Bu o'ziga bo'lgan ayrim bir yo'l, ammo hadisning asli bir. Masalan, bu sahabasi bir, tabi'isi bir, ammo bu hadisninki oxirgi sanatlar ko'paygan vaqtida Buxoriy anglagan odamdan, shu Buxoriy bir tabaqadagi Buxoriyning ustozidan boshqa bir odamdan bu kishi hadisni keltirdi, bu mustaxrajdan yo'l. Endi bu nega davomlashadigan chog'da masalan deydi. Bazı vaqtlarda bu Buxoriy bilan, masalan, shu Buxoriy yoki Muslim qaysi bir kitob bo'lsa, shu kitobning egasi bilan u kitobning musannifining shayxida yoki shayxining ustidagi shayxda, ustidagi bo'lgan shaxsda uchrashadi. Masalan, deydi-ki, haddasana falan, masalan, Abdullah u Umardan deb bunday rivoyat qilgan bo'lsa, bu Abdullah Umardan rivoyat qilmay, 3-chi onun yuqoridagi 3-chi bir tabiqa bilan uchrashadigan yana ayrim bir yo'ldan kelgan bo'ladi. Hadislarning ko'pincha bu hadislarni nima qilgan bo'ldi, chiqargan bo'ldi. Shuning bilan bu hadislarni mustaxrajat degan usul shundan kelgan. Endi bu Buxoriyning hadisi, degan Buxoriyning hadisi, bu sanatmi shu yo'l shu, ammo shu o'ziga xos bo'lgan, ya'ni Buxoriyning umisi bilan, ustozi bilan emas, ustidagi shaxs yoki ustozining ustidagi shaxsdan uchrashadigan yana bunda bir tarmoq bilan hadisni keltirgan yo'llar va buni biz mustaxrajat deymiz. Endi mustaxrajatlarninki eng mashhurlari qasilsa, mustaxrajatning mashhurlari o'sha sahihga bo'lgan mashhurlari, masalan, boshqa kitoblarga bor, sunanlarga bor, endi hadis kitoblari qilingan. Buning mashhurlari al-Mustaxraj li Abi Bakr al-Ismoili, ya'ni Abi Bakr al-Buxoriy. Bu yani Buxoriy qilgan mustaxraji. Yani maxsus Buxoriyning hadislerini, yani Buxoriyninki Buxoriydan boshqa, yani Buxoriyninki ustozidan boshqa bir ustozdan keltirgan bunda bir yo'llar bilan hadislarni chiqargan bu kitob, yana bu mashhur. Mesela Abu Awana Asqalonininki Muslimga, yani Sahih Muslimning hadislari qilgan mustaxraj. Unda bu mustaxrajatlardami bu yani Muslimninki hadislarini Muslimning shayxidan anlagan yol boyunca keltirmey, yani Müslüm'ün senede boyunca keltirmey, Müslüm'ninki nimasida va ayrim bo'lgan bir yo'llar. Yani yoki de uning Müslüm'ning ustidan, yani shayxininki yerdan taqgan bir yo'llar, yani ayrim bir yo'ldan bu hadisni chiqargan. Bu bir mustaxrajlikninki, yani bir Türk nimasida mashhur asarlardan birisi. Yani birisi el-Mustaxraj li Abi Nuaym al-Asbahani'ninki bu her ikilisi, yani Buxoriy ve Muslim ala kulli mihmini, Buxoriy ve Muslimning her bir shu strategik bo'lgan hadislarni sirraj qilgan, bu yani mustaxrajlar. Demak, bu kitoblarda biz yana sahih hadislarning manbasini topa olamiz deydi. Endi bir gap. Endi mushu mustaxrajatlar, biz yuqori so'zlagan mustaxrajatlar deganimiz bu ayrim bir yo'l orqali, yana mushu muallifning yoki musannifning yo'lidan boshqa bir yo'l bilan hadisni keltirish orqali, ana bu hadisninki asli, yani musannifning hadisini ayrim bir o'ziga xos bo'lgan bir sanat bilan keltirish usulini biz mustaxrajat deb so'zladik. Unda bo'lsa mushu mustaxrajat keltirgan kishilar
lafzlarda sahihaynga muvofiq bo'lishini o'ziga lozim tutgan bo'ladi. Yana shu mustahraj qilmoqchi bo'lgan odam Buxoriyda shu hadisning lafzi qayda kelgan bo'lsa, mening sanadimda shunday kasbotdi deganga buningga shunday kelishini shart qilganmi yoki ma'noda uyg'un bo'lsa, lafzlarda ma'lum o'xshamasliklar bo'lsa-mu, buni bilan kifoyalanganmi demak. Deydiki, buning musanniflari, ya'ni mustahrajat xususida mustahrajat uslubida kitob yozmoqchi bo'lgan yoki mustahraj keltirmoqchi bo'lgan kishilar lafzlarda u Buxoriy va Muslimga muvofiq, ya'ni uyg'un bo'lishini o'ziga shart qilmagan. Chunki ular lafzlarninki, chunki ular faqat o'zlarining shayxidan ularga yetgan lafzlarni rivoyat qilgan. Anda biz o'zining shayxidan qanday lafzlar yetgan bo'lsa, ya'ni Buxoriyninki Buxoriyning ustozi qanday yetkazgan bo'lsa, Buxoriy shunday rivoyat qilgan o'xshash deganda, bu mustahrajatning egilarimi o'zining ustozini qanday ularga yetgan bo'lsa, shu yetgan lafzni o'zini rivoyat qilganki, herkes Buxoriy o'xshash qilsa xuddi Muslim rivoyat qilsa deganda buni shart qilmaydi. Mushun jihatidan ma'lum mustahrajatlar va mustahraj qilingan hadislar bilan asli bu musannifninki, asli kitobninki hadislaridagi lafzlarning ba'zida ozroq farqlar bo'lib qolishi mumkin. Masalan, lafzi jihatda ammo ma'nosi bir, ammo lafzi jihatda qisman o'xshamasliklarning bo'lib qolishi bu mumkin deydi. Masalan, bundan boshqa bizning qadim kitoblarimiz bor. Masalan, qadimki Bag'aviy, Bayhaqi deymiz, uni Mujarrid Tabari deymiz. Bular o'zining mustaqil sanadlardan kitob hadis keltirgan. Masalan, bular anda keyingi mualliflarda, keyingi musanniflarda ma'lum hadisni dalil qilmoqchi bo'lsa, Buxoriy yozgan, Muslim yozgan yoki endi falon deb mana kitoblardan hadisni, kitoblarning sanadi bo'yicha naql qilmay, o'zining mustaqil sanadi bor. U hadisni o'zining mustaqil sanadi bilan rivoyat qilib yozadigan bir qadimki bizningki şu ilgili asrlardaki ma'lum mualliflar bor. Masalan, fiqh babida kitоб yozganlar bor, tarix haqida kitоб yozganlar bor, tafsir haqida, tafsirlarni masalan tafsir bil ma'sur bular kirgan ma'lum sanatlar bor. Ya'ni bu onda ma'lum kitoblardan, ma'lum hadis kitoblaridagi marjalardan olgan emas, balki o'zining mustaqil bo'lgan sanadi bilan keltirgan hadislar. Endi bularmi hadislarni keltirgan chog'ida lafzlarda masalan u hadislarni keltirib Buxoriy, Muslimda bunday keldi deb o'zini keltirgan bo'lsa, bularmi o lafzlarda o Buxoriy va Muslimga muvofiq bo'lishini, ya'ni uyg'un, ya'ni bir xil shaklda bo'lishini o'ziga shart qilgan emas. Bularmi, ya'ni o'zim masalan Bayhaqi, Bag'aviy va shunga o'xshashlar. Masalan, bularmi Bayhaqi, Bag'aviy bunday mustaqil, shunda o'zi ayrim bir sanat bilan shunda hadis rivoyat qilgan, mayli mufassir bo'lsin, mayli tarixchi bo'lsin, mayli faqih, mujtahid bo'lsin, bularni ma'lum hadislarni sanad bilan keltirgan chog'ida, mana bularninki degan gaplari masalan, buni Buxoriy rivoyat qilgan, Muslim rivoyat qilgan deb, yoki Buxoriy rivoyat qilgan, Muslim rivoyat qilgan deb kitobning oxiriga bunday qilib qo'yishi, endi buningdimi ma'lum musolava, ma'nodimi va lafzlardimi nimalar farqlar chiqadi. Masalan, Buxoriyninki keltirgan hadisni deb qo'ydi, Bag'aviy yoki endi Bayhaqi mana Muslim keltirgan deb qo'ydi, ammo u Muslimning o'zining sanadidan emas, Muslimdagi shu sanadidan emas, bu Bag'aviy, Bayhaqining o'zining mustaqil sanadidan hadisni keltirgan ustozlar, shayxlar. Endi bularni keltirgandan keyin bular o'zining Buxoriy yoki Muslim hadisini bunday keltirgan degan gapidagi maqsadi nima desa, bu u hadisning aslini rivoyat qilgan deydi. Bu hadisning asli bo'lsa yıldızda Buxoriydan bor, Muslimdan bor. Ammo ma keltirgani bu Bag'aviy yoki Bayhaqi o'zining mustaqil bo'lgan sanadlarni, Buxoriyning sanadidan nima bor, boshqa yoki Buxoriyninki shayxidan boshqa shayxlar alamdi yoki ayni shayxdan alamdi, ishqib Buxoriydan keldi rivoyat qilib olmay, Buxoriydan boshqa bo'lgan yo'ldan keltirgan, amanda uslubnimi bo'g'achqa shunga ma'lum o'xshamasliklar keltirishi mumkin. Buxoriy bilan, ya'ni shu Buxoriy rivoyat qildi degan hadis orasida yoki Muslimning istik hadis bilan Muslim rivoyat qilgan deganki shu Bag'aviyninki yoki Bayhaqininki kitoblarida kelgan hadislar orasida qisman farq bo'lishi mumkin. Bu farq nima desa, nima sababdan bo'ldi desa, shu ularmi Bayhaqimi, Bag'aviymi shu hadisni o'zining shayxidan qanday anglagan bo'lsa, shu bo'yicha yetkazishni asos qilgan, qandaqdir Buxoriy yoki Muslimga uyg'un keltirsam bo'ldi deganlikni buni o'ziga shart qilgan emas. Unda da deydi. Endi biz mushundaq mayli mustahrajatlardan keltirildi yoki endi boyqidek Bag'aviy yoki Mujarrid Tabari yoki endi Bayhaqiylarga o'xshash mustaqil o'zininki sanadi bo'lgan, ya'ni mustaqil kitoblarda o'zininki
tefsiri olsun, tarihi olsun, fıkıh kitapları olsun, muhina senedden hadis rivayet kılaydigan, bunda müctehitlerimizin biz hadisini nakil kılıp, bu hadislerini Bukhari, Müslim'e nispet verişimiz durusmu deydi. Mesela Begavi'nin tefsirinde Begavi bir hadisi kelturu senedi bilen bu hadisini Bukhari rivayet kılgan değil. Bukhari esni rivayet kılgan demek. Endi biz muş Beyhaqi'nin yak Begavi'nin tefsiri Begavi'nin şu kitabındaki şu hadisini keltirdiğinde biz bunu Bukhari rivayet kılganda Bukhari'ye nima qilishimiz, mushu Bukhari'ye nisbat berishimiz durustmi deydi. Mesela yuqoridagi bizning mushu farq, yuqoridagi labziy manajat azaq farqli bo'lib qoldik-ku. Mushu yuqori biz zikr etgan mush sabablar tufaylidan hech qanday bir shaxsning mustahrajatlardan, ya'ni yuqori zikr etgan shu mazkur kitoblardan yoki shu mustahrajatlardan bir hadisni naql qilib, undan keyin bu hadisni Buxoriy yoki Muslim rivoyat qilgan deyishi asla durust emas, illaki ishning biri bilan bo'ldi. Demak, mush ikki gapning birini qilsang, undan keyin Buxoriy va Muslim rivoyat qildi desang, bu deyish haqqing bor. Ammo u Bag'aviyninki yoki u kitoblarni apliganda mushuni yoki mustahrajatlarni apliganda mush hadisni Buxoriyning hadisi, Muslimning hadisi, Buxoriy rivoyat qilgan, Muslim rivoyat qilgan deb Buxoriy Muslimning o'ziga bevaz nisbat berishimiz bu durust emas, illaki ikki shart bilan. Birinchi shart qaysi? Hadisni u ikkisini rivoyat qilish faqat. Masalan, Bag'aviyda bir hadis keldi. Bu hadis Buxoriyda bor debdi. Buxoriyninki shu ayni asli hadisi bilan Bag'aviyninki tafsiri shu hadisni selishtirib baqsak, ikkisi hech qanday farq bo'lmagan bo'lsa, undan keyin bu hadisni javob Buxoriy nisbat berishimiz mumkin deydi. Yoki Bayhaqi bir hadisni keltirdi, undan keyin bu hadis Buxoriy rivoyat qilgan deb degan bo'lsa, biz mushu Bayhaqininki mushu hadisini, Bayhaqining bu hadisini biz Buxoriy yoki Muslimda kelgan shu hadisdan ya'ni asliga bir selishtirib ko'rgandan keyin ayni bo'lgan bo'lsa, ya'ni o'xshash chiqqan bo'lsa, undan keyin bu hadisni yana shu Buxoriyga yoki Muslimga nisbat berib rivoyat qilishimiz durust bo'ladi. Yoki ikkinchi bu qilamiz, ikkinchisi qazilsa, ikkinchisi mustahrajninki sohibi, ya'ni mustahrajninki shu mustahraj degan usulda shu kitobni tuzgan kitobning egasi yoki shu musannafninki o'zi qaysi musannaf yoki Bag'aviy yoki Bayhaqi yoki Ibn Jarir Tabariga o'xshash bunda bu musannaflarning o'zi bu o'zining shu Buxoriy shu kitobning oxirida Buxoriy va Muslim bu hadisni o'zining mush labsi bilan, ya'ni mushunda o'xshash mush shaklda keltirilgan degan bo'lsa, undan keltirsa bo'ladi. Ya'ni Buxoriy keltirgan, Buxoriy rivoyat qilgan degan gapning o'zlarligida bu hadisni Buxoriy va Muslimning o'zi nisbat berish durust emas. Illaki bilabzihi deb. Ya'ni Buxoriy va Muslim bu hadisni o'z labzi bilan, ya'ni mush labzi bilan nima qilgan, rivoyat qilgan degan bo'lsa, undan keyin durust bo'ldi. Yoki labzi bilan deb demagan bo'lsa-mi, bu ikki shartni bilan rivoyat qilish durust, bo'lmasa durust emas demak. Unda bir savol chiqadi. Bu yerda bu hadislar Buxoriy va Muslimning hadisi albatta sahih. Ya'ni Buxoriy va Muslimningki hadisiningki birdek hammasining sahih ekanligiga biz bil ittifoq keldik. Unda bo'lsa Buxoriy va Muslimning hadisini ummat buni hammasini qabul qildi. Mushunda qilib bo'lgandan keyin buning hadislari yana qayta bir boshqa bir Buxoriyning yo'lidan, Muslimning yo'lidan boshqa bir yo'l bilan, yana ikkinchi mustahraj qilib chiqarishning nimaga foydasi bor? Yana buni keltirishning nimaga foydasi bor deydi. Desa, ya'ni mustahrajga Buxoriy va Muslimning sahih bo'lib bo'lgan sahih kitoblarning o'ziga mustahraj qilishninki o'nga tutgan ko'plagan foydasi bor deydi. Bu foydalar o'nga tutgan ko'plagan foydasilar bor. Endi bu paylarni Imom Suyuti o'zining kitobi Tadribur Ravi degan kitobida 10 dona foydani, buni hammasini to'liq bayon qilgan, ya'ni kishilar shaygacha foydalansak bo'ladi. Endi buning eng muhimlari qarasa, ya'ni bu mustahrajning eng muhim foydalari qarasa, ulug' isnad. Ya'ni ulug' isnad endi biz bu isnadninki bab bo'lgan chog'da ayrim so'zlaymiz. Ulug' isnad, nuzul isnad deb ikki xil isnad bor. Isnadu ali, isnadu nazil deb javob ikki xil isnad bor. Bu buni qanday araymiz desizda, agar qanday bir hadisninki, ya'ni hadisning asliga biz sahoba masalan Rasulullohdan anglagan, sahoba bilan bir musannifninki orasidagi raviylarning soni qancha oz bo'lgan bo'lsa, bu isnad shuncha oliy bo'lgan bo'ldi. U raviy soni, vasita soni, u raviyning soni qancha ko'p bo'lgan bo'lsa, bu isnad shuncha nozil bo'lgan bo'ldi. Ya'ni tuban bo'lgan bo'ldi.
Endi bu yerdagi ulug' isnat deganimiz nuzul isnatdan nimadir o tarjih qilachig'imizda ustun bo'lgan, ya'ni yaxshi bo'lgan yo'limiz ulug' isnat nayti bu isnat babida tafsili chiqadi bu bab, ya'ni bu. Endi bu masalan bir misol qildi. Masalan bir sahobiy rivoyat qildi. Masalan Abdullah ibn Umar rivoyat qildi. Abdullah ibn Umar bilan Imom Buxoriyning orasida Abdullah ibn Umardan bir tabiin anladı. O tabiindan bir tabiiy tabiin anladı. O tabiiy tabiindan çoğu yana bir kishi anladı. Onu da İmam Buxoriy anladı. Demek Buxoriy bilan o sahabenin arasida yoki Rasululloh hadisining asli yıldızı olan sahabe Resulullah'ın arasida 3 adam var. Yani 3 tane vasıta arqali Buxoriyga yetgan bo'lsa, yana bir mushi hadis, yani mushi matnidagi hadisning o'zi yana bir yo'l orqali kelibdi. Bu yana bir musannaf kelibdi. Bu musannafda Imom Buxoriy davrlash bo'lgan yana birga mushi tabaqaga bu hadisninki ravisi, yani sanad vasıtaları 5 bo'lib qolibdi. Masalan, sahobadan tabiin anlabdı. Bu tabiin tabiiy tabiin vasıta anlamay yeni bir tabiin anlab. O tabiinin yeni bir tabiiy tabiin anlab. O tabiiy tabiinden yeni bir tabiiy tabiin anlab. Yani yeni bir şeyh anlab. Ondaki yani 3-4 adamның va 4 adamның yoki 5 adamның vasıtası bilan ondaki musannaf ketgan bo'lsa, yani vasıtalar ko'p bo'lgan bo'lsa, bu isnat nozil bo'lgan bo'ldi. Endi bu yerdagi bizdagi ulug' isnatda shunday bir gap. Demak, bu yerdagi isnatdagi ravi, yani isnatdagi hadisning manbasi bilan hadisni rivoyat qilish orasida vasıtalarning oz bo'lishini ulug'ul isnat dedik. Gapning yakuni. Unda da bu mustahrajatning birinchi foydasi ulug'ul isnatga foydasi bor deydi. Masalan deydi. Chunki mustahrajningki musannifi agar hadisni Buxoriyning rivoyat qilgan bo'lsa, masalan, albatta o hadisni mutlaqan bo'ldi laqa anzal min at-tariqlar rawahu bi bil mustahraj. Yani eğer Buxoriyninki nimasi bilan Buxoriyning uzun rivoyat Buxoriy yo'ldan rivoyat qilgan bo'lsa, albatta o mustahrajda rivoyat qilgan sanatdan anzal yoki nazdirroq yakina abayda o isnatning ziddi nuzul isnat, yani tuvarroq bo'lgan bir isnatga tushib qolgan bo'ldi. Masalan, dediki bu hadisni yuqorida hadisda sahabisi bilan Imom Buxoriy kelguncha 4 adam bor. Imom Buxoriy 5-chisi. Endi bu kishi hadisni Imom Buxoriyning o'zidan olsa, Imom Buxoriy yana bir vasıta qilgan bo'ldi. Demakki bu hadis bilan bu kishi bilan yani hadisning yildizi orasida 6 dona vasıta paydo bo'lgan bo'ldi. Ammo bu mustahrajning sahibi nimani anglamay, bu Buxoriyni anlamay bu hadisni Buxoriyning ustozidan olgan bo'lsa, bunda chaqda bu kishi sanad son jihatda, yani vasıta jihatda Buxoriy bilan tanglashgan bo'ldi. Demek Buxoriy bilan hadisninki yildizi bo'lgan sahaba orasida yoki Rasululloh orasida 4 odam bo'lgan bo'lsa, buning orasi mudud. Agar bu kishi, yani texmi bakroq fursatlik, texmi bakroq talaylik bu kishi Buxoriydan ma'lumotdi. Buxoriyning ustozi bo'lgan, yani bu texmi oliy bo'lgan bir so'z ekan, bundan olgan bo'lsa, masalan, bu texmi oliy bo'lgan bir isnatga tushgan bo'ldi. Demak, bu yerdagi bu mustahraj qilishimizningki foydalaridan birisi mushkil ulug'ul isnatni qo'llashish. Yani ulug'ul isnatni izlash. Bizning ulamolar orasida, yana bu hadis ulamolarimiz orasidagi eng cho'ng nimaninki va himmatning birisi ulug'ul isnatni izlash. U vasita orqali men falon hadisni falondan anglagan desa, u odam madamiga hayot bo'lgan bo'lsa, falondan anglagan degan bilan kifoyalanmasdik. Hatto necha oylik safarlarni qilish orqali şu hadisni asli manbasidan anglash, yani hayot bo'lgan shu asli yildizidan anglashga ulamolarimiz qattiq tirishgan, qattiq bo'lgan, bu bir cho'ng ulamolardagi himmatning birisi. Bu ulug'ul isnatmo ulamolardagi eng cho'ng izlanadigan, eng cho'ng qo'llashadigan nimalarninki yo'llarning birisi. Shunga ulug'ul isnat buning foydasi bor. Ikkinchi birisi qarasa sahihninki uningki qadrini oshirish deydi. Nima uchun desa, ma'lum bir hadislarning ba'zidagi ba'zi ziyoda to'liqlama va ziyoda lafzlar tushgan. Masalan, Buxoriyninki bu hadisni Buxoriymi chiqadi, masalan, mustahrajning sahibini chiqadi. Ammo Buxoriyda chiqqan vaqtida ma'lum bir lafzi, masalan, yoki bihi degan zimir yoki uning bayoni ma'lum bir lafzlar kam, ammo mustahraj qilingan bu nusxasida hadisning mustahraj qilingan u ma'nosida bir lafz ziyoda. Bu lafz ziyoda bo'lish bilan biz bu hadisning ma'nosini texnik mukammal tushunamiz. Chunki hadislarda bir lafzining, bir zimirninki igiz pas bo'lishi bu hadisning ma'nosini tushunishimizga cho'ng bir ta'sir ko'rsatadi. Biz bu yerdagi bu Buxoriyning bu hadisi bu sahihdi. Buni amal qilib. Ammo biz mustahrajga kelsak, bu mustahrajdan kelgan yo'limi javob sahih bo'lgan bir sanad bilan kelibdi. Hem bu yo'lda
bir lafzi yoki bir ma'lum bir to'liq bir mazmuncha va taxim bakir. Shuning bilan biz bu hadisni taxim bakroq tushunalaymiz. Demakki, bu yerda Zaynul Qidra taxim olim. Shunday birsa yo'llarning ko'p bo'lishi bilan quvvatni oshiradi. Masalan, yo'llar ko'p. Demakki, bu yerdagi bu hadisni kelgan bu sanada Buxoriyninki shayxidan faqat olgan odam Buxoriy ham emas ekan. Bu Buxoriydan boshqa yana boshqalar shayxlar bor ekan. Chunki Buxoriy bir siqa, Buxoriy bir imom, Buxoriy ishonchli gap yo'q. Ammo Buxoriyga shundoq bir ishonchli, shundoq bir imomga yana bir ravi qitilib bu yo'lga yana bir boshqa ayrim bir yo'l bilan mustaqil yo'l bilan mush hadisning o'zini rivoyat qilsa, texmi bakroq bu hadisninki mushu yo'lning ko'payishi bilan buning sanadi texmi kuchaydi. Bu qachon buni foydasi, qachon buningki qanday foydasi va kuchaytirimiz degan chog'da taarruz kelgan chog'da asılgı babda çıkıdı. Hadisler taarruz kelgan chog'da hadislarni tarjih qilib, ya'ni birini elib, birini tashlaydigan zamanda to'g'ri kelgan chog'da kuchlik san'atdan, kuchlik yo'llardan kelgan hadislarni olamiz. Bu kuchlantirishninki noat yo'llari barcha. Masalan, balkim shu yo'llardagi tarjih qilishimizning yo'llaridan birisi javob bo'ldi. Bu chog'da buni foydasini ko'ramiz deydi. Demak, mustaxrajatlar bu shunday mazmunlar bor. Ondan Bunun Şeyhan yani Buxoriy ve Müslim demekçi. Şeyhan onu rivayet qilgan hadislarninki sahih deb hukm qilganlari qaysi? Masalan, Buxoriyning hadislari hamma sahih dedik, Müslimning hadislari hamma sahih dedik. Demak, Buxoriy Müslimning hadislari ichida biz sahih deb hukm qilganlari zodi qaysi? Demakki, biz yuqori shuni dedik, marrabinadikni biz yuqori shu o'tdiki, Buxoriy va Müslim o'zining sahihaysdan, ya'ni sahihaynda Buxoriy va Müslimda illa ma sahha. Faqat shu sahih hadisni nima qilgan kirgizgan. Sahih bo'lmagan har qanday hadisni Buxoriy va Muslim kirgizmagan. Yana bir ummat bu ikkisining kitobini, ya'ni Buxoriy va Muslimning kitobini birdek nima qilgan va maqbul deb qabul qilgan. Ya'ni buni maqbul deb birdek bunga bil ittifoq qabul qilgan. Unda bo'lsa ummat bil ittifoq buni maqbul deb qaragan, ham buni sahihlikni hukm qilgan, mushu hadislar ya tura zati Demek Buxorining ichidagi bütün ujur bo'yicha kelgan bütün hadis Muslimdagi hamma hadislarmi yoki buning ichidagi asosliq sahihlik hukm qilingan sahihlik ummat bir ittifoq birlikka kelgan mush hadislar qaysini biz maqsad qilmoqchi deydi. Javob: u Buxoriy va Muslim ikkisi uni muttasil bo'lgan sanadlar rivoyat qilgan. Yana Buxoriy va Muslimda muttasil sanadlar. Demak biz hadis sahihning shartida Hadislerin asaslı şartlarından birisi ittisali senet. Yani ittisali senet dediğimiz her bir ravinin hadisine üstündeki şahsın, üstündeki tabakadaki şahsın, üstündeki şeyhiden mübaşiretten, yani bir vasıta anılgan buluşu bu. Demek bu ittisali senet hadisinin yedeki şart. Demek Buxoriy ve Müslim'deki muşu muttasil bo'lgan sanatlar rivoyat qilgan hadislar uni mudur va sahihlarga hukm qilgan hadislardir. Ammo Isnadının 5'inden bir ravi yoki ko'p raviylar rivoyat qilayotgan hadislar bor. Masalan, Buxoriyda bu hadislarni muallaq deymiz, keyin ayrim chiqadi hadis zaifning babida. Hadis muallaq yan qaysi? Muallif hadisning o'zining shayxini nima qilayotgani va hadisninki o'zining shayxini yoki shayxini hadisning avvaldan bir ravini yoki bir qancha ravini degani, ya'ni o'zining bir ravi o'zining shayxi bo'ldi. Yoki bir qancha bo'lgan chog'da shu o'zining ustundagi butun ravini tashlab faqat sahobadan so'zlagan. Masalan, Buxoriy deganki Abdullah ibn Ömer'den manda qarashlar rivoyat qilindi. Abdullah ibn Ömer manda degan gaplar bor. Ondan İmam Buxoriy Abdullah ibn Ömerni ko'rganmi desak yo'q. Ammo nimishqi bu yerdagi Abdullah ibn Ömer manda dedi yoki Abdullah ibn Ömer'den manda qarash rivoyat qilindi degan gapni deydi desak, mishada cho'qimki anlagan o'zining isnodini uzvatillik. Bu yerdagi orliqdagi isnodlardagi raviylarcha uzvatillik. Buxoriy Abdullah ibn Ömerlik mishanda odamni chiqqanlik. Mushturik hadislarni biz muallaq deymiz. Anda şu muallaqning hukmi nima? Isnadninki hammasi bu bil ittifoq, isnadi muttasil bo'lgan, muallaq bo'lmagan Buxoriy Muslimdagi hadislarning hammasi bil ittifoq, hech qanday bir kishining nimasi yo'q. Buning javobi sahihligida buningga ummat birdek ittifoq kelgan. Ammo bu muallaq hadislar Buxoriyning masalan bob qismida bu alaqmanda boblarni tushuntirajagida qisman kirgan hadislar bor. Endi bu Buxoriyda hali ko'p muallaq turdagi hadislar. Lekin bu muallaq turdagi hadislar deganimizga bu da'vat ovoz uzilib qoldi. Shuning uchun qayta bo'ladimi to'g'risi? Demak, shu muallaq hadislar Buxoriyda bor.
Müslim'den ait az. Müslim'den yok diyerek. Demek Bukhari'deki şu muallak hadisler neredeyse şu bablarınki mukaddimelerde. Ama babnınki elbette ki babның içi de bu muallaktan bir hadis yok. Babga girip bo'lgandan hadisana pulan tutgan babның içi girip bo'lgandagi hadisni isnad ve rivayet qilgan qismiga muallak hadislardan asla bu nima bunda bir muallak hadis ko'rilmaydi. Anda da bizniki demek çoğunumuz müşahedeki muşu nimalardiki muallaq hadislarninki haqida azroq murakkab gap bor. Endi Muslimga kelgan chog'da Muslimda bu muallaq hadislardan faqat birlama hadislar borki, tayammumning babida boshqa yer muttasil holatda keltirmagan edi. Endi boshqa yer muttasil holatda keltirmay muallaq ayt qolib qolgan shu tayammumning babida faqat birlama hadislar bu nimada Sahih Muslimda. Ammo Sahih Buxoriyda muallaq hadislar xeli ko'p. Endi bu yuzlachidan muallaq hadislarni jug'ilgan. Demak, endi mushu ko'pligan mushuni 200 ga yaqin mushu muallaq hadislarninki hukmi nima? Sahih muttasil bo'lgan, buning sahihligida bir ittifoq. Mushu muallaqlarning hukmi nima desa, buni muallaqlarning hukmi tumandikicha. Agar buningdan masalan jazmi siyg'asi bilan kelgan bo'lsa deydi. Masalan, debtoki Imom Buxoriy babning beshida bu falani bab deb qo'ygandan keyin bu babning ichiga Abdullah ibn Ömer mundaq dedi. Yoki Umar radhiyallohu anhu mundaq degan, yoki endi bo'lmaydi, falan sahoba mundaq degan deb aytganda jazmi siyg'a bilan keltiribdi. Yoki endi amara siyg'a Rasululloh mundaq qilmoqqa buyurdi. Yoki zakara o Amirul Mu'minin Ali karimulloh vajhaman buyurgan, ma'ni zikr qilganda bu jazmi siyg'a bilan qildi, buyurdi degan munda bir jazmi siyg'alar bilan keltirgan bo'lsa, buning hukmi nimadir? Muzof ilayh. Muzabile deganimiz şu hadis unaga nisbat berilgan kishidan bu hadisning sahih isnod bilan kelganligiga nimadir va hukmdir. Demak, Imom Buxoriy madamiki bu hadisni sahih bo'lgan bir sanad bilan kelmagan bo'lsa, Abdullah ibn Umar yoki falan u sahobadan yoki Rasulullohdan deb Rasulullohdan nisbat bergan bo'lsa, bu jazmi siyg'ini ishlatmaydi. Demak, Imom Buxoriyning bu jazmi siyg'ini ishlatganligining o'zi mush isnodning Imom Buxoriyning nazarida to'liq sahih ekanligiga hukm qilganligi buningda javob. Ama ikincisi deydi, bu hasilisi o cizmi siyg'a bilan kelmagan. Cizmi siyg'a bilan kelmagan mesela yurva, yuzkar, yuhka, ruya, zukirada bunda mechul siyg'a bilan kelgan bo'lsa. Mesela hikoya qilinibdi, so'zlanibdi, rivoyat qilinibdi, zikr qilinibdi degandek bunda shaklda. Yani zikr qildi, rivoyat so'zladi, dedi buyurgan yuqori siyg'a emas. Bunda bir alaqanday emas, buni jazmi bo'lmagan, bunda ehtimollik siyg'alar bilan keltirgan bo'lsa, bu hadis Hadislardaki hüküm kasısı muzavi ilayh, yani şu hadis ona nisbat bilgan. Hadis Rasulullah'ın sözü sahabenin sözü mesela ya kendi çava tabiinin sözü şu nisbat bilgan kişiden bunun sahih ekanligiga bunun hüküm yok. Demek ima buna biz cevap şu muallaq yani mundaq siyg'alar bilan keltirilgan o muallaqatlarni yani muallaq hadislarning o'zini biz buni sahih deb hukm qilgan bo'lmaydi bu. Ama sahih deb hukm qilmagan bilan, mana shunda bo'lgan bo'lsa-mu, bu halaqa mushu majhul siyg'alarda, ya'ni jazmi bo'lmagan bunda siyg'alarda keltirilgan bu hadislarning ichida anda hadisun vahin, anda qattiq zaif hadislar yo'q. Yani balkim uni mutlaq bir sahih ekanligi hukm qilolmasak-mu, o hadislarda keltirilgan o siyg'alar jazmi siyg'asi bo'lmaganligi uchun, ammo o hadis unda javob kuchli zaif bo'lgan, ya'ni qattiq zaif bo'lgan hadislardan javob emas. Nima uchun bu hadislarninki as-sahih deb atalgan kitobga kirgizilgan ekan. Demak, Imom Buxoriy hadislarning sahihligiga qattiq shart qo'ydigan, hadislarning sahihlashidagi eng sahihni tanlash qattiq ahamiyat bergan bunda kishi tarafidan kirgizilganligi uchun yana buningda biz hukm qilmasakmi, bu yerdagi bu hadislarni unda kuchli zaif bo'lishi mumkin, ya qattiq zaif bo'lishi mumkin degan bunda qarashni javob gumon qilmaymiz deydi. Ama bir yerdeki farq aşu siyg'ada. Siyg'a jazmi siyg'a so'g'an bo'lsa, buningda bir ittifoq bu chava, ya'ni yerdeki bugün uni sahihligi hukm qilinadi. Agar nima qilgan bo'lsa, jazmi siyg'asi bo'lmagan bo'lsa, buning chava sahihlab hukm qilinmaydi-yu. Ham uningga mutlaq zaif deb chava hukm qilinmaydi. Agar mumkin bo'lsa, ayrim sanatlardan buni chava hadislarni keltirib, uning hadisninki boshqa sahih sanatlardan bo'lgan bo'lsa, keltirsak bo'ladi. Masalan, xususan bu Fathul Bari'dan mesela Sahih Buxoriy Sharih Ibn Hajar Asqalani mushu muallaq hadislar haqida o'zining Fathul Bari'ninki muqaddimasi Hadiyus Sarih degan qismida Abu Nayd to'liq muallaqlar haqida
chiroyli bayonlarni bergan ham mushu muallaqlarniki ya'ni Buxoriy uzayotgan u sanatlarni yana sahih bo'lgan sanatlarni hammani ulab rivoyat qilgan ya'ni bunga marja qilib qashsaq bo'ldi. Yana birisi o sahihlarning martabalari hamda hammasi sahih demak bu maqbul hadisga o'tirib martaba bo'layotgan hamda bu shu birinchi sahih ekan anda bu sahih bo'lgan birinchi martaba maqbul hadisning birinchi martabasi bo'lgan bu sahih buning ayrim martabasi bilan to'lsa biz yuqoridagi ulamolarimiz zikr qildi 5 ta asahul asanid degan qildik-ku asah mavjud deb bizning qarashimiz ular mavjud bo'lmasi mumkin ma'lum ulamolar har birisi o'ziga xos ma'lum nazarda qarab asahul asanidni bayon qilgan. Endi mushunaga binoan ham ma'lum asahul asanid bu va boshqa sahihning shartlaridagi tepilishininki qanchalik to'liq tepildi, eng yuqori saviyada tepildi, ba'zi normal saviyada tepildi. Mushunaga binoan ma'lum hadislar uchun bir qancha martabalar deyilishi mumkin. Masalan bu hadislarninki martabalarida masalan bayon qilganimizda deydiki masalan eng bunun mertebesinden en a'lası, en sahih bo'lgan hadislarninki eng sahihsi, eng yuqori mertebesi o asahhal asanid deb qaralgan sanatlardan rivoyat qilingan hadis. Masalan İmam Malik Nafi'dan, Nafi Abdullah ibn Mer'dan, Abdullah ibn Rasulullohdan rivoyat qilingan hadis. Bu chog'i eng sahih deb qaralgan. Masalan biz yuqori asahhal asanid degan joyimizda shu hadislarninki sanadidagi ma'lum buningda ixtilof bo'lgan bo'lsa-mu, lekin hammasi bu boshqa normal sahih hadis rivoyat qilgan raviylardan bir qadar ustun alaylik ega bo'lgan raviylarni tanlagan. Shuning uchun asahul asanid yo'lidan rivoyat qilgan hadislar birinchi darajali kuchli bo'ldi. Ikkinchi bir qolsa buningdan martabada ikkinchi martaba qolsa desa u ikkinchi martaba mushu asahul asanid degan shu birinchi isnad raviylardan tuvarroq turadigan hamda butun asahul asanid degan shu maqomga tushmasimi asahul asaniddan azroq tuvan turadigan ama normal çıkamagan yine üstün bulan. Anda normal emas, normallıktan yuqori. Ama asahul asanid degan eng yuqori saviyada nimaga tuvarroq bo'lgan bir yo'llarni rivoyat qilingan bu martaba ikkinchi martabadagi sahih hadis. Masalan Hammad ibn Salama Sabit Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis. Bu chava mushturdagi hadis, mushunga misol masalan hadislar ikkinchi. Üçüncü martabasi qolsa desa, uningda siqa degan sifat uniga mos keladigan bir eng tuvan daraja unga tepilgan kişiler tarafından rivayet kılınan, kişilerin rivayeti bo'lgan hadis bu 3. mertebe. Ve normal bunun cevabı sıkıntı oldu. Çıkıp cevap bunun hadisi, bunun daşkanda ravide şu biz koygan hadis sahih buluştu koygan adalet hem zeptigalarlar bütün şeyler cevap olup tepilgan. Yani muşu ravilerden rivayet kılınan hadis yani normal ravilerden rivayet kılınan hadis bu hadis yani 3. derecedeki sahih hadis. Hadis sahih değil koşu buldum. Hadi bunun tafsilatı müşahedeki ondan başka biz 3 mertebe bo'lgandan keyin yani ayrim nuqtadan buni cevap 7 mertebe bo'lgan. Endi buni biz qanday ma'lumroq yuqoriga qancha o'tib yuqoriga bilishimiz uchun raviylarninki hammasininki o'rnini bilishimiz kerak. Raviylarning eng asosat raviylar qaysi? Uningki bu asosatdan boshqa uning ikkinchi darajada turgan raviylar qaysi? U raviylarning sifati qaysi? Biz buni bilmligimiz lozim. Bu bizga murakkabroq. Endi yasturga bo'lgan ma'sindagi tur taham umay ammo u buningga yana bir taqsimot qo'shildi desa yana 7 martaba bo'lgan. O qasisa birinchisi Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan eng yuqori martaba bizning bilganimiz biz eng umay bo'lgani muttafaqun alayh. Yana muttafaq alayh bo'lgan yana Buxoriy va Muslim har ikkisi bu hadisni kitobida chiqargan, kitobida sahih deb hukm qilgan hadis. Bu eng yuqori birinchi martaba. İkinci martaba ise bu hadis faqat Buxoriy bilan bor, Muslimda yo'q, yana bu yo'q. Buxoriydan yalğuz keltirgan hadis. 3. mertebe qasidi ise Muslim yalğuz keltirgan. Yani Buxoriyda yo'q, ammo Muslimda bu hadis. Muslim sahih, sahihlarning eng alaqa jo'g'langan kitoblardan birisi. Demak, muttafaqun alayh bo'lgan birincisi, Buxoriy kelgan ikkinchisi, Muslim yalğuz keltirgan javob uchinchisi. To'rtinchisi qarasa Buxoriy va Muslimning shartiga uyg'un ammo keltirmagan boshqa kitoblar kelgan. Ya'ni masalan Mustadrak Hakimda bor yoki Mustaxrajat kitoblarda javob chiqqan. Bu Buxoriy va Muslimning shartiga tushadigan hadislar, ammo Buxoriy va Muslimda bo'lmagan. Bu 4-derecedagi sahih hadis. 5-incisi qarasa ise Buxoriy va Muslimningki shartiga, ikkisining shartiga tushgan 4-chi bo'lsa, bu birining shartiga, ya'ni Buxoriyning ham shartiga tushadi. Ya'ni Muslimning shartiga emas. Buxoriyning shartiga tushadi, ammo Buxoriyning kitobida yo'q. Buxoriyninki keltirgan boshqa kitoblarda Mustaxrajat yoki Mustadraklarda javob bor.
Buni biz 5-nuqtaga keltirdik. Yana birisi 6-si qaysa faqat Muslimning shartiga tushdi. Muslim bu hadisni javob kitobi kirgizmagan. Ammo Muslim qilgan mustahrajatlarda yoki boshqa sunnatlarda ayrim yo'llar shu keltirgan. 7-si qaysa desa, 7-si bu nimadan Buxoriy va Muslimdan boshqa bizningki boshqa Ibn Hibbonga o'xshash, Ibn Huzaymaga o'xshash mushu Buxoriy va Muslimning shartiga mushmaydigan, Buxoriy va Muslim kitobiga kirgizmagan, ammo Ibn Hibbon, Ibn Huzaymaga o'xshash boshqa imomlarning nazarida sahih bo'lgan hadis. Yani normal, masalan, yakanda Tirmizi sahih degan hadis, Ibn Majah sahih degan hadis, Ibn Hibbon, Ibn Huzayma shu musannaflar buni sahih degan hadis bu 7-darajaga hadis. Ammo Buxoriy, Muslimda kelgan bo'lsa, yakanda oshirlasak, mana biz nisbatan nima qilishda, tartib tuzishda biza qulayroq bo'lgan usulning birisi. Unda da meyad bir gap biz yuqorida Buxoriy va Muslimning sharti haqida biza ikki qism so'zlab qoldik. Buxoriy va Muslimning sharti nima deydi? Shayxan Buxoriy va Muslim o'zi shu shart qilgan yoki bekitgan, ya'ni umumiy muzlik sahih haqida umuz ittifoq qilgan shartlardan ortiq Buxoriy va Muslim buni shart qilgan, bekitgan shartlar aniq so'zlamadi. Lam yufsih aniq bayon qilmadi. Demak, mayli butun Buxoriy bo'lsin, Muslim bo'lsin, butun muhaddislar orasida belgilangan 5 dona shart bor. Biz yuqorida qo'l qilgan shart. Endi Imom Buxoriy va Muslimning 5 shartdan boshqa, 5 shartdan ortiq yana qaysi shartlar borda bu hadisni o'zining kitobiga ilishda yoki uni sahih deb hukm qilishda desa, deydiki bu shartni Buxoriy va Muslim, ya'ni Buxoriymi yoki Muslimmi buni aniq bayon qilmagan. Lekin ulamolarımizga ularning uslublarini yakanda ularningki hadislarni chiqarishlik uslublarini tekshirish, u istiqroq hamini yig'ib jug'lab bir yergacha va sirishtirish orqali hamda ulardan har birininki, ya'ni Buxoriy, Muslimning har birininki, u ikisining birininki shart deb qaragan ma'lum shartlar, narsalar ularga namoyon bo'ldi. Qaragan narsalarni chava, qaragan narsalar namoyon bo'ldi. Masalan, Buxoriyninki hadislarninki uslub hadislarni sahih yoki g'ayri sahih deb qarashidiki, yoki Buxoriy va Muslimning hadislarini keltirishidiki, bu uslublardan o'sha qilgan yo'llarini, ijtihodlarini selishtirib ko'rib, tekshirish ko'rish orqali oxirisida shu Buxoriyning sharti ma'lum ekan, Muslimning sharti ma'lum ekan degan ma'lum shartlarni javob degan. Endi gapni mushu haqda deyilgan, ular falon ekan, bisabut falon ekan deb nurg'un gaplarni degan bo'lsa-mu, lekin bu haqda deyilgan gapning eng yaxshisi deydi, eng go'zali Buxoriy va Muslimning sharti bilan yoki u ikkisining biri bilan sharti bilan tushudimi hadis yoki mushu Buxoriyning hadisi yoki Buxoriydagi Muslimning sharti deb mushu Buxoriyninki Muslimning yoki u ikkisining birining sharti bilan bo'lgan maqsad u hadisninki shu ikki kitobning, ya'ni Buxoriy Muslimninki raviylarining ya u ikkisining birininki raviylarininki yo'li orqali, yana ularning rivoyat qilishga shayx lozim tutgan kayfiyatlarga rioya qilish bilan shu raviylardan nima qilgan bo'lishi, rivoyat qilgan bo'lish. Masalan, mushu biz ma'lum bir sanatni nima qildik? Ma'lum bir hadisni ko'rdik Buxoriy va Muslimda. Bu hadis rivoyat qilinibdi. Masalan, bu hadis rivoyat qilinibdi. Hadisina pulan, en pulan deb bu ma'lum bu shu sanatdan 4 adam bor. Mushu sanat, ya'ni mushu uslubda bu rivoyat qilingan, mushu sanatda rivoyat qilingan hadislar, ya'ni boshqa matnidagi, ya'ni boshqa bir hadislar kelsa, shu sanatning o'zida hadisning sahihligi, matni haqida qo'yilgan ma'lum shartlarga rioya qilish bilan, yakanda boshqa shartlar bilan birga mushu Buxoriy va Muslimda rivoyat qilingan, ya'ni hadisi Buxoriy va Muslimda rivoyat qilingan raviylar. Masalan, Buxoriy va Muslim uning hadisini kitobiga kirgizgan raviylar tarafdan rivoyat qilingan hadis bu Buxoriy va Muslimning shartiga tushgan bo'ladi deydi. Yana bir gap muttafaqun alayhi degan gap. Yani muttafaqun alayhi deb gaplar chiqadi, ittifoq qilingan deydi. Nima degan gap desa, bu hadis muttafaqun alayhi degan bu so'zdan bir hadisdan muttafaqun alayhi degan bo'lsa, bir hadisdan bir ulumoli hadis muttafaqun alayhi degan bo'lsa, ularning shu maqsadi ikki shayxning, ya'ni Buxoriy va Muslimning musulmonlar ittifoq kelgandir. Ya'ni bu hadisning sahihligiga Buxoriy va Muslim ittifoq kelgan demak. Ya'ni ikki shayxning uning sahih ittifoq kelganligi harguzmi ummatning, butun millatning uning ittifoq kelganligi. Muttafaqun alayhi degani butun dunyodagi
ümmetninki ulamalari ümmet bunun sahihliği ittifak keldi diyen gap emas. Ama Buxoriy ve Müslim'nin ittifak kelganligini demekçi deydi. Ama bu İbn Salah'ın ayeti güzel söze. İbn Salah nayet şayrak bir gapni qilgan bu yerda. Deydi. Lekin İbn Salah dedi ki bu gerçi bu ittifak muttafaq ayetiye gapdagi ittifak Buxoriy ve Müslim'in ittifak olsunmu? Lekin ümmetninki muşununga bo'lgan ittifaqi şu nimadan şu Buxoriy ve Müslim'in ittifaqıdan nimadir va lozimdir ve onundan hasıldır deydi. Nimishqa ümmet muşu Buxoriy ve Müslim ittifaq kelgan narsani maqbul deb qabul qilishga birlikka kelganligining jihatidan demak u ümmet Buxoriy ve Müslim sahih deganni Buxoriy ve Müslim qabul qilganni biz qabul qilamiz deb birlikka kelganlik uchun Buxoriy ve Müslim birlikka kelgani tabiiylikda ummatning birlikka kelganligi deydi. Demak ummatning birlikka kelganligi şu İmam Buxoriy ve Müslimninki birlikka kelganligiga ayrilmaydigan, shundan ajramaydigan bir ittifaqdir. Şuna bir yerdeki muttafaq ayetdan bo'lgan. G'araz Buxoriy ve Müslimninki ittifaqi deyilgan bo'lsa-mu, bu ittifaqdan lozim kelgan ittifaq ummatning ittifaqi demakchi. Yana birisi hadis sahih bo'lish uchun azizlik shart qilinadi. Hadis sahih bo'lish uchun endi ma'lum bir kitoblarning qismi uchrab qoldi. Hadis sahih bo'lish uchun aziz bo'lishi. Demak, buningki sanadi aziz hadisni to'liq qo'yib hadisninki yo'llarining soni haqidagi tadqiqotimizda. Demak, mashadagi hadis chuqum sahih bo'lish uchun ayrim bir sanatdan yana bir yo'ldan kelgan bo'lish kerakmi? Deydi. Biza hadisning sahih bo'lishida azizlik shart emas. Yani onun ikki dona sanadi bo'lishi, yani ayrim ikki yo'ldan kelgan bo'lish bu hadisning shart emas. Çünkü Sahih Buxoriy ve Müslim'da ve gayrihima ondan başka sünellerde, mustahrajlarda, yana mustadrakda, ondan başka nurg'un kitaplarda nurg'un sahih hadislar var. Hadisun sahiha ve halbuki un mudurva gariptur. Mesela niyet hakkı, ricat hakkı diyen hadis. Mesela innemel a'malu ben niyet diyen hadis. Ömer ibn Hattab'ın hadisi. Hadis mudurva garip. Mesela hadis aziz emas. Ama şundaq turg'ulğun bu muttafaqun alay. Yani Buxoriy ve Müslim'nin kelgan javob hadis. Demak, hadisninki nima bo'lish uchun, sahih bo'lish uchun, hadisning maqbul bo'lish uchun o hadisninki aziz bo'lishi shart emas. Endi ba'zi ulamolar shunda bir gumon qilib da'vo qilibdi. Shunda bir sahih bo'lish uchun aziz bo'lishi kerak ekanda. Masalan, Abu Ali al-Jubai Muzillardan va hokim o'xshash bularning qarashlari buni mudirva bu bir za'mudur, eng kuchli to'g'ri bo'lgan qarashimiz shu yuqorisi. Endi mush ularninki anda bo'lsa ularninki qavluhum haza khilafu ma tawaqa alayhi al-umma. Endi ularning mushi gapi bu hadis asan bu aziz bo'lish kerak, sahih bo'lish uchun degan bu gapi ummat uning ittifoq kelgan narsadan xilof. Ummat dediki, aziz bo'lishi kerak emasligi haqida butun mujtahidlar, butun muhaddislar buni birlik gap bo'lsa, bularning da'vosi bunga javob xilof, shunga bu gapi aqmaydi o'lmaydi. İkinci qarash, endi bizniki yana bir hadislarning ikinci tür. Endi biz hadisni qanchaga bo'ldik? Hadisi maqbulni 4 ga. Hadis sahih bo'ldi, hadis hasan bo'ldi. Endi bizniki ikinci tür hadisi maqbul haqidagi hadis hasan gapdir. Endi hadis sahih haqida tushunmagan gaplar bo'lsa, ayrim desak bo'ldi. Savollar bo'lsa, so'rasanglar uni javoblaymiz. Bo'lmasa, hadis hasan yuqoridagi bizniki ta'rifimizni qildik. Hadis sahih deganimizdagi shartlarninki butun shartlar tepilib faqatlam zabtiga kelgan chog'da hadis sahihning sharti tom zabti bo'lgan bo'lish. Zabti uning javobi tom deydi. Tom degan so'zni tushunizmi? Bo'lgan bo'lish. Ammo hasanda nimada zabtida tomlik chiqmadi. Zabti bo'lgan bo'lish. Xafifu zabt bo'lgan bo'lsa, zabti tom zabti bo'lmagan bo'lsa-mu, şu fakat zabti tam bo'lmaganligi yeri bor. Bo'lmasa, hamma shart hadis sahihning shartlariga tushadigan hadisni hadis hasan deymiz. Qanqa ta'rifdan aytdi, go'zal ta'riflar bor bu yerda. Buni ko'rsak bo'ldi. Ama buningki ta'rifiga kelsak, lug'atda hasan degan nima desa, husnul bo'lgan sifatli mushabbih, u esa jamolini go'zal degan ma'no bilan. Islohda qanday desa, ulamolarimiz hasanning ta'rifida, hasanning ta'rifida ulamolarning so'zi bu xil bo'lgan. Çünkü hasan deganimiz hadis sahih bilan zaif orasidagi bir o'rtadagi nuqta bo'lg'achqa buni aytdi jiq tortishgan jiq bu haqda ixtiloflar bo'lgan bu ta'rif haqida. Ammo
Bununki tarifini Çaylar İbn Hacer tahrirlaydi aslında bunu biz kurumuz. Endi chunki nima qilib berdi ixtilof bor desa, ixtilof bo'lishiga sabab biri u munda zaif bilan sahih orasidagi munda bir o'rta nuqta bo'lganligi jihatdan buni ularning ixtilof qilishiga sabab bo'lgan. Yana birisi ularning ba'zi hadisninki hasanning ikki qismidan birini tunishtirgan. Yuqori bizda hadis sahih ikki qism bo'ladi. Bir qismini biz tunishtirmadik. Yani chunki u yerda kitobning tarifi shu bo'lg'achqa. Hadis sahih g'ayri sahih zati deb tungan, biz sahih zatini tunudik. Biz miyada hadis hasan zatini tunmoqchi. Hadis hasan degan so'z hadis zati maqsad. Yani ba'zilar hasan degan joyda hasan g'ayrini, ba'zilar hasan degan hasan zatini tunmoqchi. Miyada ixtiloflar bo'lgan demakchi. Yani müşterih bağlarınki ba'zi biz so'zlaymiz, undan keyin uningga boshqa ilmlardan mushu boshqalardan bakroq muvofiq deb qarag'animni bu yerda men tanlayman deydi ustoz. Birinchisi Xattobiyning ta'rifi. Xattobiy deydiki, u qanday hadisda ma urifa makhrajuhu va ihtahar rijaluhu va alayhi madar aksar hadis. Mushu hadis nimaninki alaqa mushu hasanning ta'rif. Qadaydi u hadisning makhraji, uning musawa makhraj, uning manbasi, uning chiqarilgan musawa makhraji, manbasi, uning yo'li muqam bo'lsa, ma'ruf bo'lgan bo'lsa. Uningki rijal, raviylar javob tunilgan, ya'ni raviylar bo'lgan bo'lsa. Ko'plagan hadislar alayhi adar aksar hadis. Ya'ni ko'plagan hadislar mushu shaklda ma'lum mushu hadisdan tushidi. Bu hadisni ham hadis hasanligi mushu nimani ulamolarning ko'pincha qabul qilgan ammatul fuqaha buni iste'mol qilib o'zining kitoblarida dalillikka keltirgan deydi. Demak, endi mushu ma'ruf makhrajuhu va ihtahar rijaluhu degan mushu nimasi ta'rifi, ya'ni oxirdagi ta'riflar bilan qatlam bu Xattobiyning ta'rifi. Bu ta'rifga nurg'ulg'an e'tirozlar bor. Masalan, har qanday hadis sahihmi kirib ketdi bu desak, hadis sahihmi, nimaninki uning yildizi tunilgan hadis. Endi faqat buningga nurg'un bu tushunishsiz ham bu nurg'un sahih tarafdimi ham boshqa hasan ikkisini olish bo'lmaydigan, arg'il bo'lmaydigan ma'lum Kürta ta'rifi ulamolar tarafdan ancha alqishlangan. Chunki hadis sahihmi manbasi şu anda oxirgi gaplar sal nima deymiz, buni najisga ta'rif qiladigan emas, bu najisga aloqador gap bo'lgan. Bu muntazam tushunish bo'lmaganligi uchun bu ta'rifni fiqhada yo'qqa min g'ayri vali. Endi buni haqan u nima qilgan, ular rivoyat qilingan, uning isnodida kiz bilan tuhmat qilgan odamlar yo'q. Hadis shoz emas. Yana shunda shoz emas, yana shoz emas. Hadis ham javob kiz bilan tuhmat qilgan hadis matruk emas degan. Kiz bilan tuhmat qilgan bunda raviylarmi yo'q. Üzgün kiz şaz olmagan, kiz bilan tuhmat qilgan raviylar bo'lmagan, boshqa bir yo'ldan rivoyat qilgan bo'lsa, ya'ni hadis yana bir sanatning kuchli hadis nimadir va bizning nazrimizda hadisi hasandir dedi Imom Tirmiziy. Endi bu ta'rif, bu to'g'ri bu ta'rif bizningki hadis hasan g'ayri ta'rifi. Endi bu hadis har qanday o'zi nimadir va mishadagi o'zining isnodida kiz bilan tuhmat qilgan hadis yo'q, kishi yo'q. Yoki hadis şaz emas. Baştaki hadis zayıf şiddet emas. O hadis şavaz zayıf hafif, yani küçük zayıf belak yok. Yani küçük qattiq zayıf bo'lib keladigan darajadagi zayıf emas. Normal zayıf hadis. Ammo bu boshqa bir yo'ldan shu o'ziga o'xshash sanadi aziz bo'lib, yana bir sanatda rivoyat qilganligining jihatidan bu hadis oyadagi ojizlik kuchayib, bu hadis aylangan, u hasan aylangan. Bu bizning nazarimizda hasan der Imom Tirmiziy, ammo jumhur nazarda bu nimadir? Hasan lig'ayna ta'rif. Bumi shuni deb qo'y ta'rif ma'lum bir turni ta'rif qilganda, bumi bu ulamolar tarafdan ancha alqishlanmadi. Bu bizningki nimamizda hasan babida, ammo hasan lig'ayna babida biz mushtarif kelamiz. Shuncha qarash qasilsa Ibn Hajarning ta'rifi, ya'ni Shayx tahrirlagan deydi-ki, agar xabar al-ahad adil, yani binaql adli, tam zabt, yani adil, tam zabt, yani zabtına to'liq bo'lgan odamdan muttasil sanad, isnod muttasil bo'lib, muallal bo'lmay, yana shoz bo'lmay rivoyat qilgan bo'lsa, bu hadis sahih zotdir.
Agar mushalla hammasi bilibdi. Demak bu hadis javob shoz emas, hadis muallal emas, isnodi muttasil, hadisdagi ravilarning hammasi javob mutlaq adil. Ammo ki zabtiga kelgan chog'da shu ravilarning ichida birininki yoki bir qanchasiniki zabtini bo'lib qolgan bo'lsa xafa. Xafa deganimiz u sal yengilroq deymiz unda bak anda tam to'liq emas, sal normal bo'lib qolgan bo'lsa, buni mudirva hasan li zotihdir. Ya'ni sahih li zot bo'lmay, hasan li zot ekan shu. Demak, sahih bilan hasanning farqi faqat nimada bor? Ravilarning zabtida. Zabt degan sifat kelgan chog'da tam zabt bo'lish nima sharti? Hadis sahihninki, ya'ni xafif zabt bo'lgan bo'lsa, buni mudirva hadisi hasan li zotihdir. Dedim men kiraydi. Go'yoki Hasan ibn Hajarning nazarida, ibn Hajarning ta'rifi bo'yicha olgan chog'da u hadis hasan asli sahih ekan, faqat uning ravilarining zabtini o'qigan bo'lsa, uni hadisi ya'ni ravilarininki zabti yengil bo'lib qolgan sahih ekan. Ya'ni zabti qalla oz bo'lib qolgan sahih. Asli sahih zabti xafif bo'lib qolgan ya'lam demasak, bu hadis javob butunlay sahihning shaklini to'liqlanadi. Muhimda hadisni demoqchi ekan deydi. Anda da bu shu ta'rif xayru ma urif bil hasan. Endi hadis hasan bilan urifga tunishtirilgan ta'riflarninki eng yaxshisi, eng go'zali mushu Imom Ibn Hajar rahimahullohning qilgan ta'rifidir. Ammo Xatobiyning ta'rifiga kelsak, o'zi al-ma'ruf makhrajuhu va shahar rijaluhu deb bir o'yin gapni qildi. Bu ta'rifiga nurg'un ko'pgan tanqidlar kelgan. Ya'ni bu tanqidlarning bir-biriga uningki ro'shan bo'lmasligi qilingan, ba'zilaricha va jami bo'lmasligi qilingan, demak bu ta'rifga nayt ko'pgan tanqidlar kelgan. Ammo Tirmiziga kelsak, Tirmizining ta'rifiga kelsak, bu Tirmizi hadis hasanning ikki qismining birini ta'rif qildi. Demak, hadis hasanni biz aytib qo'y, hadis hasan li zoti, hasan li g'ayri ikki bo'linadi. Endi hasan li zoti shu, ammo hasan li g'ayri bu Imom Tirmizi ta'rif qilganda. Bu Imom Tirmizi hasan li g'ayrihni ta'rif qildi. U asli uning ta'rifida u asli hasan li zoti ta'rif qilish kerak. U hasan deganda hasan li zoti ta'rif qilish kerak, ammo hasan li g'ayri ta'rif qilgan. Chunki hasan li g'ayri degan qosid, hasan li g'ayri degan aslisi tigida zaif. Shuni bilmaganligida tigida zaif, ammo zaif degan chig'imiz unda zaif shadid bo'lgan, unda muttaham bil kazib bo'lgan, shoz bo'lgan, bunda darajaga zaif emas. Bu zaif buna xafif bo'lgan, yengil kechirim qilingan darajadagi yengil zaiflar. Endi bu o'ziga hasanlik martabasiga taraqqiy qilib yuksaldi, uning yo'lininki ko'payishi bilan u zaiflik itilganligiga itilganlikni. Buning yo'li ish qilish orqali atigidagi zaiflikning o'rni itilganligining jihatdan bu zaiflikdan hasanlikka ko'tarilgan bir tur bor. Hasanning turi. Uni biz hasan li g'ayri deymiz. Buni Imom Tirmizining ta'rifi bo'yicha tushunsak bo'ladi. Anda bizniki yuqori ta'riflarda bo'lgandan keyingi asosli muxtar ta'rif bu hadis hasanninki muxtar eng tanlangan ta'rifi u Hasan Ibn Hajar al-Asqalani ta'rif qilgani bo'yicha tuvandagidek ta'rif qilinishi mumkin. U hasan li g'ayri xos ekan desa, u mattasala sanaduhu bi naqlil adli allazi haffazatuhu an mislihi ila muntahi wala illa. Mush gap bo'yicha ta'rif qilsak nəhayət güzel. Yana qarşı uning isnodi adil kishining naql qilishi hozir normal bo'lsa boshlaylik. Demak, buningki eng yaxshi ta'rif shu Ibn Hajarning qilgan ta'rifi. Ibn Hajar nima desa, bu shu umuman sahihning shartlarini qilib qo'ygandan keyin shu faqat haffazatuhu an misli ila muntaha va deb buni ustoz mushakil bo'yicha tahrirlabdi ta'rifni. Lekin bu ta'rif eng yaxshi go'zal. Lekin bu ta'rifninki mishadagi an mislihi degan gapiga tanqidlar keldi. Keyingi ulamolar tarafdan mishadagi nima ish qilsa, bu hadis hasan bo'lish uchun cho'qim bu an mislihi degan chig'imizda bir xafif zabti bo'lgan bir ravi o'ziga o'xshash desa, ya'ni o'ziga o'xshash xafif zabti bo'lgan bo'lishi kerak bo'lib qolgan bo'ldi ta'rif bo'yicha olgan chog'da. Demakki, hadis hasan bo'lish uchun u xafif zabtiga hamma ravininki hadisning sanatidagi butun ravilarninki zabtininki xafif bo'lishi shart emas. Faqat shu ravilardan bir ravininki, ya'ni bir halqadagi ravining
bir ravininki septi hafif bo'lib qolgan bo'lsa, bu hadisninki hadisi hasan bo'lishi yetarli. Shunga en mislishi degan chog'da mishada o'xshash desa, shu gap sal ziyodatda deb bunga kelgan tanqidlar bor. Bu aloqa inchi nuqta bunga ko'rishinglar kerak. Unda da şu hadis hasan degan shunday hadis ekan. Hadis hasanning hukmi nima desa, hadis hasan hujjat qilish sahih o'xshaydi. Biz aşağıdaki 4 tane maqbul hadis var. Hammasining hukmi nimada? Onunğa amal qilish vacib, hujjat keltirildi. Mushu hadis hasan mushu to'rtning biri, buning hukmi xuddi hujjat keltirildi, sahih o'xshash hujjat keltirishdi. Gerçi quvvat yani kuchli hatda hadisi sahihning sal tu'rinde bo'lgan bo'lsin. Bu jihatdan bütün fuqahalarimiz, yana bizning fiqh mazhabdagi bütün fuqahalarimiz hadisi hasan bilan hujjat keltirilgan, hadisi hasanga amal qilgan. Endi mushu hadisi hasan bilan hujjat keltirish ustiga shunga birlik kelgan muazzamul muhaddisin va usuliyyin. Usul ulamalarimizdan, ya'ni usul ulamalarimizdan va muhaddislarimizningki ko'p sonliqi. Ammo mutashaddidlardan ma'lum osondagi kishilardan boshqa, osondagi mutashaddidlardan ayrilgan shazza, ko'p sonliqdan ayrilgan bir mutashaddidlar hadis hasanda qada salbiy gaplarni qilgan bo'lsa-mu, ammo bu yerdagi umumizlik ulamolarninki qarashi hadis hasan hujjat keltirilishda, uni dalil keltirish jihatda amal qilishda xuddi sahihga o'xshash, ammo quvvatda sahihninki tutindiroq. Muhim jihatdan hatta ba'zi ulamolar qat'iy deydi. Mutashaddidlar buni hadisi hasanni uni qilmavi hadisi maqbul qatoriga kirgizishni sanama qilgan bo'lsa, siqayotgan bo'lsa, ammo bir blok mutasahhillar, ya'ni bir blok parvosiz muomala qiladigan ulamolar buni hadis sahihning turiga kirgizayotgan. Masalan, Hakim, Ibn Hibban, Ibn Huzayma o'xshaydi. Ma qavlihim ularning shunda qoyil bo'lish bilan birga bu hadisi hasan nimada yuqorida bayon qilingan sahihning turida turdi deganga qoyil. Buning javobi buni deydi. Buning qoyil. Buning qoyil bo'lib turg'ulgan, ammo hadisi hasanni, ya'ni hadis sahihning orasiga katib qo'ygan bir blok mutasahhillarmi bor. Endi hadisi hasanni bu müden hujjat keltirish dairasini chiqarayotgan bir mutashaddidlar bor. Ammo o'rta yo'l, to'g'ri yo'l, jumhurning yo'li bu hujjat keltirishda amal qilishda sahih o'xshaydi. Misol masalan, buni qanday hasan buning keladigan misoli, sahih misol keltirgan. Mesela Tirmizi'nin keltirgan hadis dedi ki, haddesana Qutayba, haddesana Ja'far ibn Süleyman az-Zubay, an Abi İmran al-Yuni, an Ebu Bekir ibn Abi Musa al-Ash'ari. Demek, evet. Bu senette dedi ki, bu şey sen ahir metni ismi ki dedi ki, Sami'tu Abi bi Hazretil Adu. Düşman udul hazır bulup tuğan çağımızda dadamdan anladım ki deydi dadam. Dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennetninki ışıkları tahta zilal suyu kılıçlarının sayesi asıda diyen hadisi dedi. Direkt yukarıdaki bizden asas noktamız şu, senet şu. Bu hadisin doğruluk İmam-ı Tirmizi bu hadis hasandur, gariptur diyen. Hasan'ı zahir demek için. Yani muşu hadisninki isnadı, muşu hadis hasan buldu. Nemiş kadisek bu hadisteki bütün ravilarının hemmisi sıkı. Hemmisi sıkı. Sıkı degenimiz hem adil hem tamamı zept. Bu ravilarının hemmisi. İlla ki Ja'far ibn Süleyman az-Zabi'i kelsek, bu kişi hasanul hadis. Yani bu hadisninki zepti başka hadis sahihinin yüzde şartlanılan tamamı zepti çağa düşmeydi. Muşun cihetinden, muş bir ravininki zepti tamamı zepti bulmaganlık noktasının hadis hasan sahihlik mertebesinin hasanlik mertebesiga tushib ketdi deydi. Misal şu. Qağanları misalını udulvasam. Endi hadis hasanning mertebesi kelsak, endi hadis sahihni biz mundaqchi bilib 3 ga, yana mundaqchi bilib 7 ga bo'ldik-ku yana. 7 ga bo'lib tushunchlik bo'ldi sizga qachon. Bu yani muttafaqun alayhi bo'lgan eng yuqori maqom, eng normal bo'lgan hadisi sahih deb normal muhaddislarning hukm qilgani 7-si araqdan urgan maqomlar bor. Fakat hadis hasanning bir qancha 3 martabalarga bo'lgan, yani ba'zilarimiz 3 martabaga, normalda 2 martabaga bo'lgan. Endi hadis sahih o'xshash bu hadis hasanmi, hadis sahihninki ba'zidan farqli bo'lgan martabalari bo'lgan bo'lsa, shuningdek hasanning bir qancha martabalari bor. Endi buni İmam Zahabi'ninki bayon qildi. Zahabi asosida buningga hadis hasanga 2 dona martabani qilib deganki, bu hadis hasanning eng martabasi Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi.
Amr ibn Şuayb en ebihi en ceddihi. İbn İshak Taymi ibn Vakılını muşu senetlerde kelgan, muşu senetlerde kelgan hadis en a'la mertebe. Ve şu hadisler muşulak ve nimadan devam muşu şundaq bir hadisler qatarınki deyilgen bazılarda, bazı taraftan bazı muhitler bilsin bu sahih deyilgen. Mana bu olsa sahihlik mertebesinin en müsava, sahihlik mertebesinin en alası, hasanlik mertebesinin en alası deydi. Ma gapni atıp sikelik senet haqidagi misolni sizlar tasavvur qilolmaysizlar. Eng muhimi qolsa ulamolar da haqida bir hadisda ixtilof bo'libdi. Bir ulamolar buni sahih debdi, birisi hasan debdi. Demak, hadis sahih bilan hasan orasida ixtilof bo'lgan bo'lsa, bu nimadir? Hasan martabasining eng yuqorisi. Agar bir hadis kelibdi, aslida deyapti, hadis kelibdi, bu hadisda ixtilof bo'libdi, ixtilof anda hadis hasanmi, sahihmi emas, hadis hasanmi, zaifmi deb ixtilof bo'libdi. Agar hadis hasanmi, zaifmi deb ixtilof bo'lgan bo'lsa, bu hasan darajasining tuni. Demak, bir hadisni ixtilof qilibdiki, bu zaifmi, ya'ni zaif hadismi yoki hasan hadismi deb ixtilof qilgan bo'lsa, bu tuvan. Ya'ni eng tuni, eng yuqorisi hadisni ba'zilar sahih degan, ba'zilar hasan deb mahaq ixtilof qilgan bo'lsa, bu yuqorisi. أن إسنادنا كما مثال كذا إسناد كذا بحث ابن حكيم عن أبيه عن جده ديال مش هذاك إسناد مش إسناد مثلا أصلا كما إسناد ما أم بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده ديال موسى هذا بر هذا قنورغون ولا با إجتهاد با مش إجتهادنا كم مش هذا حسن بقول سبب كذا كان ناس بس صحيح ده قرار لا ولا حسن ده قرار لا نظر وخمي الإخلاق من بعد مش عن جده ديك مس عرب مش زمر عن جده ديك زمر مش جده ديك زمر وزمر مش هذيك مو قايتم دو بعضنا حكيم ديك بحث قايتم دو يا كنا ما أبي قايتم دو مثلا بحث حكيم دادستن رواية قوله ودادسه üzünün çoğunlarısınmı, ya kendi bahsinin çoğunlarısınmı? Demek meşedeki zimrini ne kayduş hakkında nima qilgan bu? Alaqı ixtilof bo'lganligi jihatidan ulamolarimiz buni chava bevosita ma bahsibni hakimga qaytirgan bo'lsa, merdagi jad ma u bahsibni hakimninki hakimning dadasi bo'lgan bo'ldi. Demak, istisol hadisning isnodida bevosita nimasidan dadasini olgan bo'ldi. U dadasi bu vaqtda hadis chava sahih bo'ldi. Endi ba'zilar chava yo'q bu yerdagi an abiydik zamir miya qoidada buni chava aliqda bir buniki deymiz abiyninki cho'narisi endi buni keltirgan endi bu hadis hasan bo'lgan shaxs o'g'a chiqar yerdagi bu shundoq bir biliklar sahih bir biliklar hasan deb nurg'un mushu xil isnolarda masalalar bor. Demak hadisninki mushu hasanning martabasi mushu bo'yicha bo'lsa yaxshi bo'lgan bo'ladi demak. İkinci mertebe kalırsa ulamak bu Hasan ve Zeyd ıslak kullanır. Mesela Haris ibn Abdullah'ın hadisi okşaş ve Abdullah ibn Zemen'in Haccac ibn Artan'ın hadisi okşaş ve bunun okşaşları bunu bazıları hadis sahih olduğun adam dep bazıları Hasan bulduğun adam dep emez. Belki bazıları Hasan mı bazıları Zeyd mu dep yani bunu merdut mu dep belki ama Zeyd'in yakın ıslak kullanılan olsa bu hadis Zeyd'in antı. Ularninki bir hadis kelibdi, masalan, buncha vaqtda bu Tirmiziydan ko'p uchraydi. Bir hadis kelibdi, hadis kelgan chaqda, bayaq ma'lum bir kitobda uchraysizlar. Hadis sahih degan bo'lsa, mutlaq sahih degan bo'lsa, bu hadis chava ham o'zininki biz yuqorida sahih haqida yoki hasan haqida ta'rif qilganimiz shartlar bo'yicha bo'lgan bo'ldi. Ammo ularning gapiga bir debdi. Haza hadisun sahih isnad debdi yoki hasanul isnad debdi. Demek bir hadisga mutlaq sahih degan bo'lsa, shu yuqorida biz degan sahih shu. Agar mutlaq hadisga hasan degan bo'lsa, biz yuqorida bayonqa hasan shu. Ammo debdiki sahih isnad, hasan isnad debdi. Bu hadis sahih, hadis hasan deb buni degan bilan nim farqi bor desa, deydi. Muhaddislarning bu hadis sahih isnad degan gapi, bu hadis sahih degan gapidan tuvan turdi. Bu hadis hasan degan gapi ularningki bu hadis nimadir o? Hasan hadis hasan isnad degan gapi, hadis hasan degan gapidan tuvan turdi. Hadis sahih degan, sahih isnad degani sahihdan tuvan, hasan isnad degani hasandan tuvan. Nima ish qilsa, chunki bir hadisning isnadi hasan sahih bo'lishi mumkin, uning matnisiz. Masalan, matnisi sahih bo'lmasligi mumkin, matnisi hasan bo'lmasligi mumkin. Uning sahihligi, uning isnodi tepilib, uning matnisi, uningda ma'lum shuzuz yoki illat tepilganligining jihatidan o matnisi hadisning sahih bo'lmasligi mumkin. Shunga sahih isnad deyilgan bo'lsa bir hadisga, o hadisning isnadi, uning raviylari masala yo'q. Ammo hadisning matnisi uningda ma'lum bir ta'arruz bilan yoki
ma'lum bir sabablar bilan hadisning matnisiga sahihlikka ta'sir ko'rsatadigan shuzuz yoki illatlar bilan buningga ehtimollik bor bo'lishligini javob qilmaydi. Shuning uchun bu hadisi sahihul isnad deganimiz sahih degandan tuvan turadi. Shunday bir muhaddis degan bo'lsa-ki, haza hadisun sahih degan bo'lsa, birisi bu sahih degan bo'lsa, unda bu muhaddis bizga mush hadisda 5 dona shartning, shu yuqorida hadis sahih bo'lish uchun tepilish 5 shartlarga mush 5 shartning to'liq tepildiganligiga bizga kelgan bo'ldi. Masalan bir muhaddis bu hadisni sahih deb hukm qildi. Demakki bu hadis bizga mush hadisda to'liq mush 5 shartning hammasining tepildiganligiga bizga kelgan. Demak bu hadisda mush 5 shartning hammasi tepildi demak. Endi agarda bu basharqa isol sanat, adolat ruvat, uzab ruvat, adam shuz, adam illa endi mushu shartlarga to'liq tepilgan bo'ldi va tanilgan bo'ldi. Endi agar debtoki u ravi bu hadis sahihul isnad debdi. Sahih deb laqimi sahih isnad degan bo'lsa, bizga sahihlikninki 3 shartninki to'liq tepilganligi bo'lgan bo'ldi. Sahihlikning hadisning sahih bo'lishininki shartlaridagi 3 shartning to'liq tepilganligi bizga bo'lgan bo'ldi. U bo'lsa ittisol sanad, yana javob nimadir adolat ruvat. Endi bu yerdagi va ularniki zabt ruvat. Demak, bu adolat va zabti va ittisol sanatdan iborat 3 shartning to'liq tepilganligiga ular kepil bergan bo'ldi. Ammo bu yerdagi shuzuz va illat kelsak, ya'ni shozlikning yo'qolishi, illatning yo'qolishi kelsak, ular bu sahih isnad degan so'zlar unga kepil bo'lgan emas. Chunki yannahu lam yalsabat minhuma. U ikkisi isbotlamadi. Sahih isnad degani shu isnadga aloqador shu shartni degan sahih isnadga nisbat bergan joydan shu isnad aloqador shu shartga kepil bo'lgan bo'ldi. U ma'niga aloqador o'z javob nisbat olgan uchun ularda biz ularga kepil deb deyolmaymiz. Lekin agar bir hafiz mu'tamad, ya'ni mu'tamad ala qavli, ya'ni o'zining gapiga tayinlanadigan, ya'ni biz javob manba qilib, uning gapiga e'timod qilinadigan bir hafizning birisi. Yani hafiz, yani bayon qilganmiz, yani hafiz, yani muhaddislardagi yuqori maqomlarning birisi, mesela Hafiz ibn Hajarga o'xshash. Shunda bir hafizning birisi bir hadisga haza sahihul isnad deb nomlama qilib degandek bir illatni bayon qilmagan bo'lsa, eng zohirisi shuni ko'rib turgan ro'shan kuchli qarash shuki, u hadis ham nimadir va ma'nosi sahihdir. Isnadi o ma'nosi sahih. Chunki bir asli qarash illatning bo'lmasligi, shozdan bo'lmasligi asli bu. O har qanday narsa biz javob aslini asas qilamiz, o nimadan javob qilamiz. Shunga bu yerdagi mujtahidninki haza sahih isnad degani bu yerdagi mu'tamad bo'lgan muhaffizning kelgan bo'lsa eng kuchli asos. Biz uning illatda shozlikni tap bo'g'icha, bo'lsa ham illat ham shozlik yo'q. Faqat hadisni bo'lgan bo'ldi matnismi ham sahih ham illatlardan xoli bo'lgan bo'lganligiga biz qanoat keltiramiz demakchi. Chunki u mu'tamad hafiz madamiki isnodini sahih degan ekan, u matnisida bir illat bo'lgan bo'lsa, u illatni sukut qilmaydi, bizga bayon qilib berdi. Uni zikr qilmagan ekan, uni yo'q bo'lishi mumkin deganni javob olamiz. Zahir şu ama asla yok diyen gapini emas. Endi bir İmam Tirmiziyning bir kitobidagi ma'lum atalg'ular, masalan shu islohlardagi qo'shib pishirilgan islohlarni bu oyatdagi ma'lum ma'nolarni qanday masalan bir yozgan bo'lsa hadisni ham hasan ham sahih debdi. Masalan Tirmiziy rivoyat qilib hadisni falan qala Rasululloh falan deb hadisni keltirib qo'ygan ekan, hadisning oxiriga haza hadisun hasanun sahihun deb ikkini jumla keltirgan bo'lsa, bu sahih mi hamda hasan mı? Bu nima? Bu yerdagi ikki dona sahih deganimiz tammiz zabt degan gap. Hasan deganimiz xafif zabt degan gap. Ikkisi gapni keltirib qo'ydi-ku deb qilganda tushunsa, buni bo'lgan maqsad emas. Mush iborat azroq bir javob mushkul paydo qiluvchidir. Chunki hasan degan sahihlikning darajasidan tuvan degan gap. Sahih degan sahihlik darajasi shu degan gap. Bu ikki gap, yani bu ikkisidan farqi bo'lishlarga jo'g'iladi. Bu gapni ulamolarimiz Tirmiziyning mush iboratidan bir qancha kuchli iboralar bilan, kuchli javoblar bilan bunga javob bergan. Mush haq deyilgan eng chiroyli gap u Hafiz ibn Hajarning degan so'zi. Va Imom Suyuti bunga rozi bo'lgan, ham bu gapning xulosasi tuvandigicha deydi. Agar hadisning ikkidan isnodi bo'lgan bo'lsa, hadisga dabtuga bir aza hadisun
hasanun sahihun diyam hadisning isnodiga qarasak isnodi ikki bo'lgan bo'lsa ikki ko'p bo'lgan bo'lsa hadis aziz yoki mashhur bo'lgan bo'lsa ma'na bu gapning ma'nosi shu bo'ldiki bu hadis hasandur bir yo'l isnod bir isnod e'tibori bilan sahihdur yana bir isnod e'tibori bilan demak bu hadis yana bir isnoddan sahih yana bir isnoddan hasan degan bo'ladi demak endi unda emasga isnodi ikkiga o'chadi aziz yoki mashhur emaskan bo'lsa ekan bu g'arib hadis ekan isnodi faqat birlam bo'lgan hadis bo'lgan bo'lsa isnodi bir bo'lgan bo'lsa ya'ni g'arib bo'lgan bo'lsa hadis ma'no shu bo'ldiki bu hadis hasan ma'lum bir qavm yana ma'lum bir muhaddislar nazarida sahihdir yana bir qavm yana bir muhaddislar nazarida demak demak ma'lum muhaddislar buncha sahih deb bahavadi ma'lum muhaddislar buncha hasan deb bahavadi demak bu buni hadisga baho berish ixtilof bor degan bo'ladi demak go'yoki mushu gapni degan haza hadisun hasan g'aribun degan mushu imom Tirmiziy bu gapni deguchi ishora qilgan bo'ladiki mushu haqda mushu hadisga hukm qilishda ulamolar orasida ixtilof bor degan gap ulamolar ixtilofga ishora qilgan bo'ldi yakanda ixtilof ishora qilgan bo'ldi yakanda uning nazarida shu gapni deguchi bo'lgan shu Tirmiziy yoki shu gapni deguchi bo'lgan kishining nazarida u ikkisining bilan hukm qilish tarjih qilinmadi ya'ni kuchlanmadi ikkisini bilan hukm qilish kuchlanmadi degan ishora qilgan bo'ldi deydiki imom Tirmiziy bu hadischa va hasanun sahih deyishda bu hadis hasan ham sahih shikil qarash namoyon bo'ldi lekin sahih bo'ldi hasan bo'ldi qaysi qarashni birini tarjih qilishda nima qilammidan man ikkilanib qoldim tarjih qilammidim deb ulamolarning qarashini ya'ni hadisniki ham sahih ham hasan degan shu bahoni ayni keltirgan bo'ldi agar tarjih qilgan bo'lsa hasanni yoki sahihni keltiribdi demak bu yerda qarashni ikki xilni keltirdi ham ikki xilni birini tarjih qilinmaganligini o'ziniki buningga bu imom Tirmiziy ishora qilgan demakki ulamolar orasida ixtilof bor mening nazarimda buni man tarjih qilanmadim degan tarjih qilmadim deganga ishora qilgan bo'ldi yana bir narsa nima bizga mashhur bo'lgan Mishkatul Masabihniki hadis bo'lgan sifatlari haqidagi so'z bu muhim Bag'avi mushahid Masabihning hadislarini qanday taqsim qilgan desa bu Bag'aviga ayrim bir yani Bag'avi bizning shu Mishkatul Masabihniki asli shu imom Bag'avi o'ziniki Masabih degan kitobida o'ziga xos bo'lgan bir isloh kirgan o'ziga xos bo'lgan isloh ya'ni boshqa bizning hadis hasan hadis sahih haqi deyilgan ammo islohlar uchun o'ziga xos bir isloh tuzgan u isloh qolsa sahihinda ya'ni Buxoriy va Muslimda yoki u ikkisining birida bo'lgan hadisga sahih deb nima qilgan va ishora qilgan Buxoriy va Muslimda yoki u ikkisining birida bo'lgan hadisni buni sahih degan ammo Sunan al-Arba'at bo'lgan hadislarga hasan degan Sunan al-Arba'atda nurg'un sahih hadislar bor lekin Sunan al-Arba'at bo'lganligini o'zidaganda Bag'aviy buni javob hasan deganligi bu hadisning manbasi Sunan al-Arba'atda chiqadigan ishora qilgan manbaga ishora qilgan bu istiloh bu yerdagi bilanki muhaddislarimiz nazaridagi umum islohdan javob uyg'un kelmaydi u chunki Sunan al-Arba'atda nurg'ulg'an sahih hadislar bor shunga bu yerdagi bu isloh bizningki muhaddislarniki isloh bilan uyg'un kelmaydi bunga diqqat qilmoq lozim chunki Sunan al-Arba'atda sahih hadislar bor hasan bor nurg'un sahihlar bor nurg'un hasan bor zaif bor munkar bor bu shunga Ibn Salah va Imom Nawaviy bu shunga ishora qilgan bu gapni bilib undan keyin Mishkatul Masabih kirmaklik lozim degan endi Mishkat Masabihni shu Masabihni o'qigan odam ya'ni shu Bag'aviyning Masabihni o'qigan kishi nima qilmoq lozim chuqum ala ilm min islah al-Baghawi al-khas fi hadha al-kitab mush kitobidagi al-Masabih degan mush kitobidagi imom Bag'aviy xos bo'lgan islohni bilmak lozim ya'ni sahih hasan haqidagi hasan islam hammasi hasan javob uning ichidagi sahihlarni hasan zaiflarni hasan deb munda tushunolmay bu yerdagi bu hasan degani shu Sunan al-Arba'atda bor manbasi ashada bu hadisning degan ishora qilgan bo'ldi bu islohni bilish kerak deydi endi biz hadis hasanni nerda topamiz deydi hadis hasanninki topiladigan o'rinlarga kelsa hadis hasan haqida ulamolarimiz anda bir sahih haqiga xos sahihni mustaqil bir kitobga bunda yolg'iz keltirgandek bunda bir xolis xos bir hasan hadislarni xos bir kitobga yolg'iz keltirmagan ammo sahih haqida sahihni ayrim sahih Buxoriy Muslim o'xshash bunda ekanda Ibn Xuzayma yoki Ibn Hibban mustaqil sahih kitoblarni deb ism qilib sahihni to'plagan bo'lsa ammo hadislarni to'plagan lekin bu yerda bir kitoblar bor endi bularda hasan hadisini to'plashi intayin ko'p masalan bu kitoblarning eng
Hasan hadis en köp çıkan kitaplardan birisi İmam Tirmizi'ninki Cami-i Tirmizi. O Sünnet Tirmizi'de meşhur. O Hasan'la tanışımızdaki asli şu. Evet Tirmizi muşu Hasan degan bu islahını bu kitapda ait kılgan ve meşhur kılgan hem bu Hasan degan sözünü köp qatam tulg'agan. Lekin endi bu yerdagi bizningki muşu Tirmizini ko'rgan chaqda Tirmizininki İmam Tirmizi yozgandagi nusxalari bor. Tirmizini ko'rgan vaqtida shunga diqqat qilmoq kerakki, bu Tirmizining nusxalari, ya'ni İmam Tirmizining bu kitobining nusxalari hadisga Hasan Sahih degan shuni o'xshashlarida o'xshamaslik bor. Masalan, ma'lum bo'lsa bu hadis Hasan ya ma'lum nimaga va hadisga Sahihda mundacha va o'xshamasliklarcha va farqlar bor. Endi shu talib hadis o'qiydigan odam shu muhaqqaq bo'lgan bir nusxani yoki mu'tamad bo'lgan nusxaga silishtirilgan nusxani nima qilish kerak va silishtirishga ko'ngil bo'lish kerak deydi. Yakanda muhaqqaq bo'lgan bir nusxani tanlashga ko'ngil bo'lish ham mu'tamad bo'lgan bir asliga hadisning bizning qo'limizdagi nusxa bu Tirmizi shu İmam Tirmizining kitobidagi eng mu'tamad bo'lgan nusxasi, eng ishonchli bo'lgan nusxaga uyg'unmi yoki farqlar bormi? Buningda biz buni silishtirib ko'rishimiz kerak demak. Anda Tirmizi ekanligida bozorda sotib yoki yerda topilgan Tirmizining akligida bu aloqa bu farqlarga rioya qilmasdan qo'llanishga bo'lmaydi. Sunan Abu Davud'un var bu hadisler. Bu Sunan Abu Davud'unki bu kanacakta bu Ehl-i Mekke'ye yazılan uzun risalesinde şundak zikir kılgan. Bu uzun Sunan'da sahih ve sahih'e okşaydıgan, sahih'e yakın bulduğanlarını zikir kılganlıkını uzun risalesi kılgan. Demek ben üzerimin kitabında sahih'ini hem sahih'e okşaydıgan ya sahih'e yakın bulduğanlarını zikir kılman diyen gibine bu risalesi de Mekke ehliga yazılan risalesi de bunu şundak sözleptiken. Demek ki Mişadaki sahih degan o maksat şu an sahih'e yakın bulduğan, sahih'e okşaydıgan degine Hasan demek. Ve o kitapta makana fihi vehne şedid beyenehu. Eğer bu nimelerden üzerinki bu şu kitapta yani Sunan Abu Davud'da hadislerde onun da vehne şedid yani qattiq acizlik bo'lgan bunda hadislar bo'lsa beyenehu. Bu acizlikni bayon qilganligini. Madamki o hadisda bir hadisni bir nima qilib o hadisda bir narsa zikr qilmagan bo'lsa, ya'ni bu hadisni nima qilib yakında ondan bunda deb uningga illatini bayon qilmagan bo'lsa, ya'ni vahimning sababini yoki vahimning bayon qilmagan bo'lsa, huwa solih. Salih Hasan demakchi, ya'ni u nazarda solih ekanligini nima qilgan, zikr qilgan. Mushunga binoan, agar biz shu Sunan Abu Davud bir hadisni nima qilsak, uchratsak, bu hadisda İmam Tirmizi Abu Davud u hadisning zaif ekanligini nima qilmagan bo'lsa, bayon qilmagan bo'lsa, hem şunda mu'tamad imamlardan hech qanday bir imam bu hadisni javob sahih demagan bo'lsa, bu hadis Abu Davudning nazarida hasandir. Demak, musolihligini shu bizning hadis hasanninki yana bir atlashi. Endi Sunan Darimi'de bu meniki biz hadis hasanning nurg'un misollarni, nurg'un sonlarni yani uchratishimiz mumkin. Endi Daruqutni mush kitobdagi nurg'unlarga, yani alakasirmini ko'plariga balani hasan, bustani hasan deb o'sha ism qilib, uningki nasda bayon qilgan deydi. Ahir da'vana alhamdulillahi rabbil alamin. Darsimiz musharraf bo'lsin. Bugun gap shu Hasan Sahihninki ma'lum bayonlari lekin Hasanninki mavzusini tuttirdik. Demak, mushu bo'lsin, sevgilar qadar bo'lsin, gaplarda tushunmagan gaplar bo'lsa, yana o'shada so'saq bo'lmasa bugungi darsimiz o'shada so'zlasizlar, sizlarga ketdi. Assalomu alaykum. Men nimani to'g'ri tushunmay qoldim. Iliqi mustaxrajatninki foydalari degani so'zlagan vaqtimizda birinchi foydasini ulug'ul isnodni qo'lga keltirishga mana elde etishning foydasi bor dedik emasmi? O'shani to'g'ri tushunmadim, qayta bir tushuntirib qo'ygan bo'lsangiz. Bu ayrim bir vaqtda chiqadi, ulug'ul isnod, nuzul isnod deb, ya ham bilan tushunamiz. Hozir adda bir misol.
Men ulul isnad bilan nuzul isnadni tushundim. Lekin qanday bo'lib mustaxrajatdan ulul isnad nuzul isnad tushunlar. Aha. Buningki foydasi. Masalan, bir mustaxrajatning musannifi ulul isnad nuzul isnad tushungan bo'lsalar, buningki haqqi ta'rifi kelmaydi. Ulul isnad nuzul isnadninki buni tushungandan keyin agar bir musannif kitobiga kirgizgan hadisni Buxoriyning yo'li bilan keltirgan bo'lsa, masalan, haddasana Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy an shayxi ba'u ayaqatgacha qilgan bo'lsa, bu yerda bu hadisning isnodini bir odam olmaydi. Demak, bu kishining ustozi Buxoriy bo'ldi, Buxoriyning ustozi bundan ma'noda. Tushundingmi? Shunda. Endi bu kishi bu hadisni Buxoriyning o'zini olmay. Buxoriyning isnod Buxoriy ayrim turib, Buxoriyningki ustozidan. Yoki Buxoriyningki ustozining bir shirki bo'ldi. Ma'lum yuqoridan kelgancha bu ayrim bir isnod bilan keltirgan bo'lsa, orliqda Buxoriy iborat bir raviyning soni olmaydi. Demak, bu yerda bu nima deymiz? Buxoriyning isnodi nozil urunib qolmaydi. Bu hadisni Buxoriyningki hadisninki isnodida 5 raviy bo'lsa, agar men Buxoriydan rivoyat qilgan bo'lsam, men bilan bu hadisdagi raviylar 6 ga olib qoldi emasmi shundaqmi? Shunda. Demak, raviyning soni olsa, hadisninki bunday emas, isnodi nozil bo'lgan bo'ldi. Tushundingmi? Buxoriyning ustozidan. Yani Buxoriyning ustozining shirki. Ya'ni bu hadisda Buxoriyning ustozining isnod yo'l 2 shu ekan. Manda olganchaqda bu yerda yo'l oz qoldi. Taxi manda yo'llar ham bor. Masalan, Buxoriy bu hadisni nima qildi va oldi. Ya'ni orqa 4 odam bor. Endi buningki bu kishi Buxoriydan olmay, hadisni Buxoriyning ustozidan olmay, bu gap javob Buxoriyningki ustozidan kelgan ayrim bir yo'l bilan kelgan yo'l bilan olganchaqda balkim Buxoriyning ustozininki bir shiriklari chiqib qolsa, masalan, farzand buni aytib nodir uyliqida chiqib qolgan bo'lsa, bu odam Buxoriydan ozroq, masalan, Buxoriyning isnodi vosita bor. Bo'lsa, buningki yo'li javob 4 bo'lishi mumkin. Demak, bu yerda ulul isnodlar topiladi. Yani ulul isnodni izlash bu ulamolarimiz, salaflarimizdanki sunnat salaflarimizda bu ulul isnod izlash muhim. Undan siz bu yerda yana tushunishlik bo'ldi. Undaqda ulul isnod qo'lga keltirishga foydasi bor degan bek ko'p uchirmaydigan nadir ahvol. Chunki mustaxrajat va yoki mustadrak yozganlar asosan Buxoriy va Muslim yozib bo'lgandan keyin davrdoshlari va yoki uningdan keyin kelganlar uniga yozadi, shundaqmi? Ashunaq bo'lgan ekan, buningki fawaid deb birinchi nomeriga ilinish toza muvofiq bo'lmaganmi qandaq? Ya. Ulul isnodniki bir turini deb ataman bu yerda sizlarga. Masalan, endi bu sizlarga ham uyg'un bo'lish uchun yana ayrim bir misol. Masalan, biz bu kitob yozilib bo'lgandan keyinmi san'atlarni ilishga davom qildik. Hozir qadar. Buni bilirlar qachon. Biz hozir bizningki Rasululloh Buxoriy yozib bo'lgandan keyinmi shu demakki bir 100 yil demak Buxoriyga kelib bo'lib sanab Buxoriydan keyin nima qildi va ikki sanatga nima qildik-ku bu yerdagi sanatga uzrab qildik. Endi bundan keyin balkim bu Buxoriyningki sanatlardan Buxoriydan kelgan yo'ldan olmay, masalan Buxoriyning shogirdi, masalan Buxoriyni rivoyat qilgan. Ma yo'ldan olmay, yana bir yo'ldan olsa, bundan ozroq bo'lgan raviydan oldigan mundalik ehtimollik bor. Shuning uchun bu yerdagi ulul isnodni tepish qo'lga keltirish bu az bo'lsa-mu, lekin qadimgi ulamolarimiz bak qo'g'lashgan, bak izlagan nimalarning birisi. Hozir qadar bor, masalan hozir qadar Buxoriyninki yoki Muvattani
yoki Tirmiziyning san'atlari kelsa, hozir qadar ulamolarda masalan atayan Misrdan Hindistonga isnodi oliyni oladigan, isnodi oliy oldik deb. Yoki endi yana bir yerga olgan isnodi oliy bak hadis ulamolarimizga gayet güzel izleydigan bir nokta. Şu an endi bununki tepilish az olsun, ko'p olsun ish qilib tepiladi. Her halde bunun faydası.